Ясми. Hazırkı ma hissiyatımda ben birisini bekşi urvatkim kepip bardı. Cemi. Öyle gibi cacını çaqalsam ma tazlığı. Aqadan bütün yani özüm yana qaytadan bir tazlap çıktım cemu. Ma aynekten töp bütünlay aşıylıqı. Vlatadan yılıqı bir jungları çaplaşıp üstüge. Ma arlıqlarım etmapdı, ma taycalarim etmapdı. Dep doğan ben mesela taycalarim qoşup etitim atsam. Ha dep ya qarıp etmapdı cemu. Ve bunda aqadan özüm yana bir tazlap çıqadigan işim bolsa, nemiş qilmadan bir munch pul qaçap cacını çaqırıp. Bir mülazimetni bir yaxshi qilib baqsanglar asadigan ketay. Bizmi shu bizning o'rnimizga qilib beramdiki, biz shu japarimizni yengiltib beramdiki deb pul qashab chaqamsaq nemish qilamiz deyman. Men oqshom jiboni tugitib, shundan charchab ekanman, o bir vaqtda uxlagan. Yana men atgan qilib uy tozalaman demedi. Uning ustiga men uy ko'chgan yog'isi tunji qitim qurban yet o'tkazishimiz, tunji qitim qo'y suyimiz bu uyda. Cho'nglarni chaqamsaq bo'lmaydi. Uning oldida endi aplab saplab cho'nglarni uyda xumban qilib o'tkazib etgan. Maqtim endi opam qurbayet uyga chaqamsaq bo'lmaydi bolam sat turdi deganligi uchun men qurbayetning birinchi kun bizning uyda o'tkazaylik deb chaqamoqchim. Tozlamasam tex bo'lmagan. Bo'pti o'zimizning urug'ni qoldirgan qo'llab qo'yaylik. Muştaq qilsizlarmasmi? Qaqshmaydi satixi. Shuninglarni o'ylanib bir tozalab deb qurbayetniki narsalarni og'il keldirmaydi. Lekin mush jo'zni ajoyib keltirib tizadigan xotinlarga ajoyib qo'l qo'yib majburman. Men uy tozalashga, uy tutishga bek ipim bor, lekin mush jo'z tizishga qat'iy ipim yo'q chimo, faqat keltirmayman. Shoma har qitim mush albiniga kiraman. Bularning har xillar yangi narsalar bo'lgan lekin ashlardan olash-cho'lashli elib jo'zga shu bo'lab tizib etaman-da. Pijin pranik deydi, chokoli deydi, kampit deydi. Hamma nima bo'lgan ekan bularning. Ba'zi ilgarning sig'izlarini tizib qo'shtirib bataqim. Çoğumuş joz tizishni hukumatdan xanım xotinlarmış ulgarga kirsanglar bütün narsalar tayyor bo'ldi kechimo. Men nima qo'ydam ya jozga narsa oldim deb. Men erim nima qo'ydi? O'rqlaymi deydi, men kirib chokolisini o'lgidek oldi jimo o'lgidek. Mening balam atdigan zotsenga manda bilan yeshni bek yaxshi ko'rdi. Buningdan optiman. Anandiki men kamp turnimi ballar. Shunda aplikka jimo kampri. Ya'ni odatda har xil yangi kamplarni aralashtirib tizib qo'yishni yaxshi ko'rdi. Allah meni o'xshash xunqo'jon svaga tayyorlam. Ish qilib men 7 bir 4-5 qaror mehmonlarim bor. Bir xil chaqiradigan. Ishva jimo ishva. Demallar memleket ise mehmon kutublam charchab sabah o'xshayman bu yerda. Hamda bir uyinglar kirib tomog'larni itib beradigan, mehmonlarni kutib, qochiqchilarni yuvib, o'ylarni aratlab, anandiki mehmonlarni yo'lga sap beradigan, mana bir gumsilar bormi, yo'qmi? Bir tuyjanqlar ama. Ha shuninglar shunday qilib gapning postkalisiga kelsak, men albinini pulga yeyotganlar, men xabardan qo'rqqan ma'lumotni bikab qashab jumanglar jumi. Men kaynida bir skanerlaydigan yer bor ekan. Shuni skanerlab bilan faoliyat qatnashib olsangiz, bir nomer chiqadi ekan. Anandiki bularningki jibosda cho'jan qildi ekan. Bu bir sayfa yog'an o'xshash shu. Yetdan damini pul qashab uyga bir narsalarni olamiz jo'zg'a tizdigan. Ham shu o'lgarga kirib eliblam, skanerlab bir faoliyatlar qatnashib qolganlar. Taliyonlarga qas ajab emas, shundaqmi? Birinchi darajalikka MJ to'qmash sistem birsini berdigan. Ikkinchi darajalikka olma o'yatda, anandiki undan keyingilarga iPad deysizlar, toksikilit deysizlar, soyat deysizlar, ashunda faoliyatlar bor ekan jumi. Zat mashunda 20 yillik, 30 yillik ko'n qarxalar yomon faoliyat deganga. Men erim bek maqtaqay, meshadlam skanerlarga bizga chiqib qolsa aytaplam ketaylar deyishibdi. Ammo samonlarni aymiga oldinlar muborak bo'lsin, 7 yaxshi o'tkazinglar. Men faoliyatga cho'qim qatnashishni tutqaman. Timi xish.